Dasturimizni tijoriy lavha bilan davom ettiramiz. Biznesni rivojlantirish banki tomonidan Farg'ona viloyatidagi xodimlarning faoliyatini tahlil qilish, qolaversa amalga oshirilgan ishlar bilan tanishtirish maqsadida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun press tur tashkil etildi. Farg'ona viloyatida joylashgan tuman shaharlarning 116 ta mahallasida Biznesni rivojlantirish bankining 36 nafar mahalla bankirlari faoliyat yuritadi. Viloyatda bugun bank xizmatlaridan foydalanib o'z tadbirkorliklarini yo'lga qo'ygan va yiliga 500 million so'mgacha sof daromad ko'rayotgan yurtdoshlarimiz ham bor. Bu Xayrxon Kamol Orzu oilaviy korxonasi. Mazkur loyiha uchun bank tomonidan dastlab 100 million so'm miqdorida kredit ajratilgan va ushbu mablag'lar hisobidan 15 ta ish o'rni yaratilgan. Mazkur loyihaning umumiy qiymati esa 800 million so'mni tashkil etadi va bir yilda 7000 dona ayollar oyoq kiyimlari ishlab chiqariladi. Ushbu korxona Biznes rivojlantirish bankidan shu kunga qadar 600 million so'm kredit olgan va buni vaqtida namunali ravishda yopgan. 700 million so'm miqdorda kredit mablag'i ajratilishi kerakligini bizga bildirdi. Ushbu kredit yo'nalishi bo'yicha biz mahalla bankiri sifatida unga tushuntirishlarni olib bordik. Mahalladagi bank mijozlaridan yana biri Alisher aka Bahramov. U xonadonda turizm maskani tashkil etish uchun Biznesni rivojlantirish banki xizmatlaridan foydalangan. Loyihaning umumiy qiymati 500 million so'mni tashkil etadi va bir yilda 1200 ta mehmonga xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratiladi. Asosiysi esa 4 nafar mahalla fuqarolari ham ish bilan ta'minlanadi. Maqsad mahallani ish bilan ta'minlash. Qishki, yozgi bular gazsiz bo'laveradi. Ham suv bo'ylab o'tgan, soy bo'ylab o'tgan, suv bo'ylagiga so'rinlar qo'ygan, sarxin, dam oladigan joylar. Farg'onada joylashgan 5 bola beton mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan qurilish materiallari ishlab chiqarish loyihasi press turning ilk kunidagi oxirgi manzil bo'ldi. Bankga biz mijoz sifatida o'tdik. Faktoring xizmati, ya'ni mahsulotni biz qabul qilib olaveramiz. Mahsulotni to'lovini bank o'rtada kafil bo'lib yetkazib beruvchiga to'laveradi. Keyingi to'lovni bo'lsa 3 oy 4 oydan keyin biz bankka kredit sifatida qoplab berishni yo'lga qo'ydik.